Yoshlarning ovozini eshitish va ularning muammolariga amaliy yechim topish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Aynan shu maqsadda Kattaqo'rg'on shahrida yoshlar va rahbarlarning ochiq muloqoti tashkil etildi. Uchrashuv avvalida shahar hokimi Gavhar Alimova so'zga chiqib, hududda yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarga to'xtaldi hamda yigit va qizlarni vaqtdan unumli foydalanib ilm va kasb-hunar egallashga va islohotlarda faol bo'lishga chaqirdi. Shundan so'ng jarayon to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqotga ko'chib, 20 dan ortiq yoshlarning ishga joylashish, kredit olish, davolanish va uy-joy ta'miri kabi masalalardagi murojaatlari tinglandi. Murojaatlarni o'rganish davomida muammolarning 10 tasi shu joyning o'zida hal etildi. 5 nafar yoshga huquqiy tushuntirish berildi va qolgan murojaatlarning ijrosi nazoratga olinib, mas'ullarga topshiriqlar berildi. Muloqot davomida yoshlar nafaqat muammolar, balki yoz mavsumida mahallalarda sport va ma'rifiy tadbirlarni ko'paytirish bo'yicha o'z takliflarini ham ilgari surdilar. Bu kabi ochiq va samimiy uchrashuvlar yoshlarning ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz.